Demak, hammalarga assalomu alaykum jigar shashliklar, tuzumizlar. Bugungi videoda men PUBG Mobile hayotdagi versiyasini o'ynash uchun O'zbekistondan Indoneziyaga uchib ketyapman. Voy. Kuma. Butun dunyo bo'ylab 16 ta jamoa haqiqiy Battle Royale va tirik qolish uchun bir marta beriladigan imkoniyat. Bu oddiy turnir emas, bu PUBG Mobile real hayotdagi versiyasi va bizning jamoa CIS jamoasi bo'ldi. Rovna 5 soat chemadan yig'ibman, 4 soatdan keyin uchib ketar ekanmiz. 5 soat yig'gan chemadanim 10 kilo ham chiqmas ekan. Yengil. Vlogni mana shu kameraga oladigan bo'ldik. Voy, men jonkam bu turishini qaranglar. Vlog davomida xudo xolasa hamma momentlarni kameraga tushirishga harakat qilaman. Bizning mehnatimiz uchun sizlardan arzimagan like, komment va obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Kstati, keyingi videoda mana shu videoni tagiga komment yozib qo'yinglar. Обязательно 3 ta odamni random tarzda belgilab, keyingi videoda 3 ta odamga Royal Pass sovg'a qilaman. Tak что hozir o'zida mana shu kommentda yozib qo'yinglar nimadir deb. Iltimos qilardim videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishinglarni. Instagram titkilab o'tiruvdim, ketishimdan oldin post qo'ygan edim, stories. Qasam olib keting birat deganmi yo o'lib keting deganmi? Qarochi uyda indamay taksi kutib o'tirsam, uydagilar ish buyurishni boshlayapti. Dedim. Shunda chemodanimni olib ko'chaga qarab qochib ketdim. Shahardagi probkalarni hisobga olganda 1 soatda mana aeroportga yetib keldik. Amallab aeroportga kirib oldik. Zufar Max o'zi ham oxirgi sekundlarda yetib keldi. Qarochi shu orada Zufar Max degan bola bilan ham tanishib oldim. Ikkalamiz bufetdan yegani mayda-chuyda narsalar oldik, oliviya salat oldik. Samolyot kelguncha tanishib, bu yoqdan gaplashib, samolyotda kutib o'tirdik. Tanishinglar, mana bu makaron kalla. Makaron kallani bitta zo'r xislati bor. Har doim kamera olib zapisni yoqqanida mikrofonda yoqmaydi. Mikrofonda yoqqanda rasmga tushiradi. Rasmga tushirganda zapisni bosmaydi. Qarochi samolyotni kutib o'tirgunimizcha qiziq voqealar bo'ldi. Biz ham bitta qarab o'tirsak, bitta opa men sumkamni yomonam quchoqlab olibdi. Qachon uchib ketamiz deb mana shu quchoqlab olgan sumkamni olar ekanman deb kutib o'tirdik. Undan keyin sekingina avtobusga chiqib oldik. Zufar Max kamerasini nastroyka qilish bilan ovora avtobusda yurib samolyotga chiqib oldik. Xudo xolasa uchishimizga где-то bir qancha 20 minutlar qoldi-da samolyot yurishiga. Kameralarni tepaga sovordim, xullas kачествоni so'kmaysizlar o'rtoqlar. Kassa zo'r. Bir amallab o'tirib oldik mana. Bu qalay ketyapti? Mazza. Bu brat tovuq tanladi. Shu tovuq ekan. Nima bu? Men bu osh oldim. O'zbekcha qilib. Yoqimli ishtaqa? Rahmat sizlarga. Samolyot turbulentga tushdi deyapti. Hozir dabdala bo'ladi. Qachon tugaydi bu? Qimirlab xit qildi bor. Qarochi eshitgan bo'lsanglar, osmonda ham yama bor ekan deb hazil qilishadi-yu, hazilchilar. Xuddi shunaqa yamalardan o'tdi-da, turbulentni. Samolyot shunaqangi qimirladi, xuddi bir avariya bo'lib ketadigan-dek. Qo'nishga tayyormiz ekan? Tayyormisiz? Yo'q, men tayyor emasman. Dumalab ketmaslik qo'namiz hozir. Voy. Aytdim. Yaxshi qo'ndik, yomon. Aka, men sizga aytdim. Shunaqa qilib eson-omongina Bangkokka ham qo'nib oldik. Ikkinchi marta mana Bangkok aeroportiga kelyapmiz. G'ir dangasalar uchun yo'lak qilib qo'yganman bunaqa. Bunda chiqamiz, katta tezlikda qarab ketamiz. Tailandliklar chiqadi hozir. Samarikam deb. Mana bola kayf qilyapti, xullas, yotyapti. Qalay ketyapti? Zo'r, aka, oyoqchalarim qarang.
Короче, ikkalamiz ham samolyotga chiqib oldik. Samolyot biletini yo'qotib qidirib topishga ham ulgurdim, lekin Zufar Max bilan meni joyimizni ikki xil qilib yuborishibdi. Men samolyotda oxirida o'tirdim, Zufar Max bo'lsa boshiga qarab ketdi. Orada bitta uxlab turdik degunimizcha bizga mana obed ham olib kelishibdi. Bu yoqda qanaqadir to'g'li ovqat, desert, krevetka, shiringina bulochka. Umumiy 14 soatlik parvozimizdan keyin mana Baliga ham qo'nib oldik. Lekin to'g'risi odam shunaqa charchadi uchishdan. Amallab chiqib oldik bu labirintdan boru, men. Yo'q, quyosh bo'yotibdi, вообще boru. Suvligini boru. Короче, biz ko'chaga chiqib taksi qidirishni boshladik. Taksimizni qidirishni boshladik. Mana bu bola aptini qaranglar, qidirishni qaranglar. Ichkaridan kimdir yetaklab chiqdi. Bu qarasa bizani taksimiz ekan. Mana shu brat bizani otelgacha olib borib qo'yish kerak ekan. Gaplashdik, qani ketdi bo'lmasan dedik. Mashinaga chiqinglar, ketdi dedi bratam. Hasan. Hasan, oh Hasan, yeah, the booking Hasan, yes. Book dedimi, nima dedi? Nice to meet you, eh? Book, Yes. Booking in the Club Hasan. Mira. Meni tanishtirganmi? Nimanda faqat? Voy, men bilan chiroyliligini. Very green. Very beautiful green. I like it so much. I want to stay more like Hot, very hot. yes, Very hot. like a month. Uzbekistan. Voy, mamg'ur. Yo. Temple, eh? This is Bali. Bali, eh? Next year come back again. Yeah, luxury. Men borib kino olgandek olman deshini. Brat bilan nimalarnidir gaplashyapmiz, men tushunmayapman realni. Lekin короче, bularda rul o'ng tarafda tarafda bo'ladi ekan, bizda chap tarafda bo'ladi. Voy, Anavi sumka. Arenda ber. Pul so'raydi hozir sumkangizni bersangiz. Tepaga go up. Bir ham yo'qotdi deb borib shuncha. Hayda. Ey bola. O'rtalar oqib ketdi borib suvligida. Shuni basseynga yo dushga kalla tashlab yuborgim kelyapti borib. Tashlaymizmi? Ne, realni boru judayam issiq. Judayam issiq, ichida Hozir bo'lmaydi. bor basseynga sakraydi. Ketdik xonamizga. 150. Anu brat sani xonang mana shu koridorning oxirida dedi. 150-xonani qidirib ketdim. Mana shu ketishda shunaqangi ko'p yurdim. Xonamga yetib kelganimda kartochkam qayerdadir tushib qolibdi kamiga. Undan keyin kartani qidirib ketdim. Yerda yotgan ekan, qarasam, shunda oldim, ochib xonamga kirdim. Tak, xonada kichkina room tour qilamiz. Hammalarga assalomu alaykum yana bir marta. Voy. Yumam. Voy. Xullas bilgan biladi nimagaligini uni. Balkonim bor ekan. Balkon. Tanum. Ochilmaydi. Qulf ekan. Yana qulf ekan. Wow. Opa. Уже kecham chiqib qolibdi o'rtoqlar, mana qaranglar. Bo'ldi. Kiyindik, xullas, kiyim oldim. Oyoqlarga krossovkalarni takib yuvinib chiqib, restoranga ketamiz xullas. Restoranga olib borishar ekan, ketdik, короче. Короче, o'rtoqlar, restoranga keldik. Mana buni qaranglar. Oshlar yeymiz ekan. Nima bu? Bilmadim boru, cho'ta ko'ngil tortmayapti bunaqa ovqatni. Shunaqa ovqat yeymiz deb keldik, shunaqa ovqat bo'lib chiqyapti-da boru. Voy, xatini buni. Voy. Короче, shunaqangi shirin ovqatlarni zakaz qilamiz deb turgan joyimizda mana menyular ham chochilib ketdi. Mana shu bola ham boyadan beri o'tiribdi-da, lekin boru etolmayapti-da boru. Ko'chaga ovqat qidirib chiqdik oxiri, bilmadim. Boradigan joy ham yo'q bu joyda. Tushunmaymiz nima qilayotganimizni bor. Hammalarga xayrli tong o'rtoqlar. Bizning vlogimiz ikkinchi kuni boshlandi. Chochga e'tibor bermaysizlar. Yuvinib uxladim, qishib qolibdi xullas. Mana ertalabdan turdik. 6 bo'ldi soat, mana 6 da turdim. Atak boru, shuna ko'chaga chiqsam, shunaqa shum kelyapti-da.
Hozir mana o'chib qoldi. Buni qarang. Yomg'ir hamma joy quyib yotibdi-da, borib, как будто suv bilan quyayotganda yomg'ir quyib yotibdi. Tak bu yoqdan ko'rsataylik. Biza yomg'irga kiyim olmaganmiz, esimda yo'q. Bunchalik yomg'ir yog'ishi bor-ku. Voy. Va hamma joy ho'l bo'ladi-yu. Qalay. Bu yo'qni birinchi marta ertalabini ko'rishim. Voy, juda ham yashilagan, hozir ko'rsataman, qaranglar. Ay, bля, shunaqa ham bir cho'mo bo'lamanmi? Men qaranglar. Ko'chaga chiqib o'ribman-ku. Yopilib qoldi eshigimda. Ikkita kalitim ham ichkarida qolib ketdi. Oyog'im suv bo'lib boraman hozir mana bu tapchikada. Latta tapchikada oyoqni suv qilib boramiz hozir. Suv bo'yotdi. Bilin. Naskiyim yechib oldim. Yugur. Hozir qo'l bo'laman. Yugur. Доброе утро, Анна. Блин, я ключи внутри оставил. Dabdala bo'ldi, xullas. Dabdala bo'ldi. Karta oldim o'rtoqlar. Ketdi xonaga qaytib. Hamma joy ho'l bo'lib, dabdala bo'ladi hozir. Bunaqa yomg'irni men hisobga olmagandim. Hamma o'sha lobbida kutib turibdi bizani. Biznikilar hali uxlab yotibdi boru. Hali 5 metr yurganim yo'q. O'sha kiyimim ho'l. Oppa. Kameramni oladigan bo'ldim mana. Sumkachaga olaman. Baribir syomka qilamiz, o'qilamiz, bu qilamiz, kamerani oladigan bo'ldim. Chiqib ketishdan oldin svetlarni o'chiramiz. Choq. Mana endi odamga o'xshab chiqib ketamiz xonadan. Bip. Ketdi lobbiga. Lobbiga qarab yo'l oldik. O'sha quyosh tushib ketdi, qaranglar. Lobbida hamma kutib turibdi-yu bizani. Hamma content maker o'sha chiqib bo'lgan. Bizning komanda qani? Bilin, yomon suv a. Ertalabdan shunaqa suv bor-ku. Star kapitan bilan ketarganmiz bola. Kameraga olish mumkin emas uni lekin. So, English bro. Hello guys, as an package Batkishik subscribers, I am Zufarmax, Indian people. Uy. Yopishtiring ana uni kamerani qarang, yopishtirsangiz. Ayo, yopishtirsa. Abli, nima Presensatsiyalarni. Voy, ot chiroyli. Ana endi chiroyli-da. Yetib keldik mana. Ketdik, tushamiz. Mana tushdik. Nusada haydaymiz o'rtoqlar. Mana bunaqa transport. Shunaqa haydayotganmiz hozir. Syomkalar boshlanadi. Atmosferani qaranglar, o'rtoqlar, atmosfera nima deyapti? Voy. Sal tepaga chiqaylik. Uy. Voy. Yashilligini bor-ku. Atmosferaga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Hamma blogerlar o'sha kontent olishni boshlab yuborishdi. Zavtrakka keldik. Har doim ris bor, bilasizmi? Guruch har doim bor. Nima oldingiz? Qarang, bodring. Men ham shunaqa olaman. O'zbek tilida nima bo'ladi? Qaysi? Ris, Ris. Guruch, kofe oldim. Plastik idishga aylantirib, tarelkasi g'aladik. Ozgina ris olamiz. Так. Хватит. Я в самолете такой ел в Таиланде. Много. Ozgina olamiz. Rosa ko'p огурцы. И Chili sauce. Spicy. да, хватит. Чипсы. Вот. Яичко. И рис. Все, что тут есть. Завтрак qildik. Nima desa bo'ladi yana? Zavtrak qilayotganda shunaqa shirin so'zlarni eshitdim, shunaqa narsalar yeyishlarini qo'ymayman. Mana ikkalasi faqat meni qo'ynimay aytyapti-ku. Har xil tarakanlarni gapiradimi, har xil chuvalchanglarni ilonlarni gapiradimi, pishirib yeganini. Aytgancha mana bu oka bizani yo'l boshlovchimiz bo'lar ekanlar. Vivar Max. Vivar. iPhone 7 Pro Max. Мой, да? О, правильно написали, Хасан Пакейдж. Спасибо. Покажи. Вот. О, все по размерам.
Короче, o'rtoqlar, u yoqdan bu yoqdan bizga roza formalar berishdi. Biz formalarni kiydik. Zashitni qo'limizga, oyog'imizga va bunaqa narsalarni taqib oldik. O'yinda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qilib kiyintirib qo'yishdi bizani. Mana forma kiyib oldim o'rtoqlar. Kalau ada yang pakai kacamata dan itu dia minat Oyoqlar. nggak apa-apa sih. Hali ozgina vaqtimiz borligida bir nimalar qilib rasmlarga tushdik, u qildik, bu qildik. Gruppovoy uzr. Gruppada rasmga tushdik. Gruppa bo'lib rasmga tushdik, to есть. Quyosh urib ketmasligi uchun krem surgan edim, lekin bu krem bir tiyinlik foyda bermaydi, chunki keyingi vaqtda ko'rasizlar, hamma joyim qizarib, dabdalasi chiqib ketgan bo'ladi o'sha. Huh? So the first team that Cheater, I am cheater. У нас телефон будут, да, какие-то? Коммуникация можно? Kommunikatsiya можно там? Общаться, да, общаться, да. Короче, mana hozir syomkaga ketyapmiz. Syomkadan keyin cho'milsanglar bo'ladi deb. Buni qaranglar. Voy. we have to be hurry because the wave getting higher. We put the clip on first, yeah. My team will put the clip on. Tayyorlanib turinglar, mana shu mashinani to'rttalashib haydaysizlar dedi. Bu mashinadan oldin men bir kvadrotsiklga bitta tushib, syomka qilib olishar ekan. Ana, Как ты залез сюда? Подожди. я вместимый просто. Посмотри, тут это есть. Вот ты вместимый, ты. Я тут Это нашел едет? совняк. Это юрадimi? Едет это? Настоящий, да? Все, я буду водить. Mana o'rtoqlar, Говорят легко. kameralar taqtashashdi hamma joyimizga. Let's go to the ATV. Ketdi dod. Кто меня будет? О, как близко. Че, ребят, как настроение? Настроение супер, это вообще круто, Давай. тема. Жалко, что в жизни нету Ресова, так было бы еще веселее. Oxirgi marta kruk qiladigan joyimizda Zufarmax kvadrotsiklni buzib qo'yib o'tiribdi o'rtoqlar. Shundan keyin kvadrotsiklda stepleniyasi ishlamadi, shu bilan kvadrotsikl boshqa yurgani ham yo'q. Kvadrotsikllar bilan bo'lgan syomkamizdan keyin biz hammamiz bitta akanga kalla tashlab chiqdik. Akandan chiqqanimizdan keyin hamma joy qum, oyoq kiyim qum, naski qum, kiyimlar qum bo'yotibdi. Uni o'tirib rosa tozaladik. Umuman ketmas ekan, qiynagan juda ham tozalash. Afsus qildim, kiyim bilan tushganimga akanga. Bizani syomkamiz yana davom etar ekan. Action. We are conquerors from CIS! Action. We are conquerors from CIS! Dare to challenge! We... And camera rolling. And action. We are conquerors from CIS! Dare to challenge! Kvadrotsikllar bilan bo'lgan syomkamizdan keyin har birimizni alohida kameraga olishdi, hamma o'ziga yoqqan emotsiyalarni ko'rsatdi. Ishqilib maksimalni cringe qilishga harakat qildik. And action.
Bu yoqda biza hali ham azoblash xizmati tugagani yo'q. Sizlarni maksimalniy azoblashga harakat qildik. Nima qo'limizdan kelsa hammasini qildik. Keyin shu bilan syomkamiz yana davom etar ekan. Я вот так сделаю, и вот так сделаю, потом прыгаю. We have to jump, guys. We have to jump. Yes. There. Yeah. Go. Let's go, guys. Let's go. Go. Yes. Что-то, пацаны. Так тебе все. Ну. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на соседнее село. Карсмастер қайда, брат? О, Карсмастер қайда? Хайда. Айрамыз, ё-моё. Любой айрам, точно. Take me, photo, bro. Ты не быстро поехал? Медленно есть? Все. Тихо. Короче, biz planimiz bilasizlar nima qilish hozir bu yoqda мы должны выиграть, ребята. И хороший лут нам нужен, ребята, потому что... На дорогу смотри! Найдем, брат, не это что? Она же тухта, она же Mana ketdik, ана yoqda bor ekan. тухта, все. To'xtash kerak. Lut bor ekan. Naryoqda lut. Ketdik, сразу. Go. Давайте. Xullas syomka baribir kechgacha bo'lar ekan. Shu orada obed qilib oldik, ovqatlanib hammamiz. Undan keyin okeanni tomosha qilgani chiqdik. Okeanning chiroyliligini qaranglar. Undan keyin bizga lut olib kelishdi. Lut ichida qanaqa orujalarda otishimizni ko'rib oldik. Razrabochiklar aytishdi, ko'ringlar, mayli kameraga olinglar, lekin qo'linglar bilan teginmanglar. Biz hozir hammasini demonstratsiya qilib ko'rsatamiz. Qanaqa qilib otishlargacha bu o'qi borib sharikdek borib yorish kerak ekan, lekin o'q tegyapti-da, sharik yorilmayapti. 5-6 martalab. Undan keyin qo'liga mo'shnirog'ini oldi, undan ham qattiqroq orujani oldi, undan ham otishdi, lekin sharik baribir yorilmayapti. Nima qilgan bu orujalarga baribir tushunmadim. U yoqda biza qanday otamiz bu yorilmasa, joni ketmasa bilmadim haligacha. Undan keyin bizga skоворodka ko'tarib chiqishdi. Skоворodkada ursa yoriladi deganda o'zlari ham kulib yordi, chunki skоворodkada ursa ham yorilmayapti baribir. Mana qaranglar, bir uron ham ketmayapti. Xullas bu yoqda skоворodkaning vazifasi faqatgina himoyalanish ekan. Helikopter. Paracofer. All right, thank you for your time and thank you for your attention. Mana o'rtoqlar, hozir ochilish marosimi bo'lar ekan turnirda katta. Hamma yig'ilyapti. Hi everyone. So we want to make this quick, right? So this is the sequence for the opening. You guys going to on stage per team. Star kapitan top oldim mana u. Switch with Wawawas, please. Вот он. Switch, please. Ket. Biz tanladi. Так, o'ylasamiz. Так, обдумываем. Okay, I'm the captain. Let us sing, guys. Okay. So, He don't play PUBG. Tepan tanlagan paytda har bola shunday. Давай.
Hey! Hey, Kuma! Hey! 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 Okay. Hey! Oh! Hey, o'ylasa. This one. O'ylasa. Okay. O'ylasa. Nima qilamiz? Qanday bilasan? Давай. This one. Oh! Давай. Ah. Which comment? О! Осторожно. Ё-моё. Which comment? Which team? It's okay. Which comment with team, guys? Let's go. Okay. Thank you. Короче, вот. Ногу не повредил? Нормально? Смотри, как выглядит тебе. Я поднимался, оно сломалось, прикинь. Quyoshda sarg'ayib, qorayib, syomkalarimizni ham o'tkazib oldik. Shu orada men bitta okeanga qarab siqilib oldim. Shu bilan kun tugadi. Steak House'ga keldik, mana. Steak House'ga keldik. Садитесь, пацаны. Садитесь. Спишь, брат? Да, Устал? немножко. Плавка аласың ба, брат? Нет, тут не плавка, тут женское все. Да, мужское тоже есть, наверное. This for men есть? Плавка for men. See. This. Вот же, брат. Вот же. Какие длинные? Есть же размеры? Возьми, вот смотри. Маленький. Burunni qaranglar. Nima bu? Nima bu qip-qizil? Hozir ko'ribman atelyega kelib borib. Короче, quyoshda juda ko'p yurib qoldinglar, borib o'shanga hamma joyim qizarib, kuyib ketdi borib. Bu yoqni quyoshiga chidash qiyin ekan ozgina. Hammalarga xayrli tong o'rtoqlar. Mana bugun ham turdik. 3-kunimiz Balida. Bugun bizani eng katta o'sha tayyorlangan kecha tanlangan o'yinimiz bo'lar ekan. Tak, bitta ko'chani ko'rsatib qo'y sizlarga. Voy. Wow. Suv ekan boru, xonam shunaqa muzlab ketdi, konditsioner o'chirib bo'lmayapti bu yoqda issiq ekan. Lekin sovuqni yomon ko'raman to'g'risi. Burunni qaranglar, qizarib qolgan kecha quyoshda ko'p yurganim uchun. Mana otelda sumkalarni oldik, tayyorlab ko'chaga chiqib ketamiz. Vo, atmosferani qaranglar. Tak, kalitni oldim. Odamlar qani? Uxlayapti-ku. Men birinchi chiqdimmi deyman-da. Gruppada yozish kerak ekan, ertalab 8 da uyg'onamiz deyilgan ekan. Men 6 da uyg'onib, chiqib, kutib o'tiribman, lobbida qarasam hech kim yo'q. Birinchi bo'lib Artyom tushdi. Artyom uyg'ongan ekan. Ikkalamiz Artyom bilan zavtrak tanladik. Bolalar uyg'onguncha birga zavtrak qildik. Ertalabdan tushgan. Eshitilam tayyor basseyn bor, lekin biz cho'mila olmaymiz chunki ketadigan vaqt bo'lib qoldi. Ertalab soat 8 da basseynga tushkimiz kelib qoldi bir lekin. Короче, bugun o'yin bo'ladi o'rtoqlar. Bugun bizlar yutishimiz kerak обязательно. Mana o'sha ketyapmiz. Hammamiz yig'ildik. А трусы? Я уже все. Уже у меня есть. O'rtoqlar, mana o'sha ikkita kvadrotsikl, короче, kartani ichida biz ikkita kalit topishimiz kerak. Mana shu kvadrotsikl bizaniki bo'ladi keyin. Oldin sizlarga bir atmosferani ko'rsatib qo'yay. Qanaqa chiroyliligini bo'tdi. Oho, odamlar o'zi yig'ilib turibdi bu yerda. Не, любой медика, кто занимается медикой, экипируемся, ребят. Давай рассказывай, для чего это. Это чтобы вот так бить вот так. Oyog'im bosdi mani. Хасан, почему ты такой злой? Он здесь русский, короче, а здесь узбек. Вот что летит? Что это такое? Это змеи воздушные. Что это? Это лопарда в рот прилетел воздушный. Смотри, тут аптека, мы видим, где ты.
How are you doing? Oh, you are cheating already, yeah? Да. Пойдем наш спаун посмотрим. Тяжелый. А где вы? Не трогай, оно ржавое. Не надо, не трогай. Мы вот тут Мы вот находимся, тут. вот тут. Мы сейчас вот тут, да. Вот тут находимся где-то. Контейнер. Вот он контейнер, смотри, да. Вы можете забрать этот пенопласт и кому-то сделать подножку. Бей меня! Давай, я сейчас кину в тебя пенопластом. Вот и ты сломал что-то, наконец-то. Дайте мне что-нибудь. Лидеру дайте, пожалуйста. Тихо. Ой, у меня оружие. Вы что делаете? Слушайте, сейчас это... Сейчас кто залутает, они без патрон будут. Ты прикинь, какие минусы. Тихо. Это не пенопласт. Хасан, все. Это какашки коровы. Пенопласт там закончится. Куда? Like this, yeah? You push it down. All deep. Okay? Я хочу попробовать, как отклоняется от них. Йоу, сейчас я буду мансить от Хасана. Погнали, поснимай, Хасан. Мы тренируемся, нинджа тренинг. Ты готов? Чуть больше рейндж, подожди. Давай. Ты готов? Давай. Раз, два. Ты куда целишься постоянно? Я попал. В упор, вот так. Хан, пойдем, пожалуйста. Zufar Max bizde Free Fire'чик, al Hasan bizde PUBG oynaytın jigit. Давай. Bir otib oynaymi? Короче, bolalar, ko'rayotganlaridek bizga PUBG Mobile'da mana bu telefon berildi. Bu telefonni biza nimaga ishlatamiz desanglar, bu telefonni biz vaqt uchun ishlatamiz. И где наша карта, map? Where is map? Все. Bu bo'lsa bizani ishlatadigan kartamiz. O'rtoqlar, mana ko'rayotganlaridek Da. Mana bu yoqda paydo bo'lamiz deb, yordamimiz bilan hamma o'ldirib chiqamiz. Давайте to'rtalamiz turaylik kameraga. Давай. Suratga sol. We are We must powerful team. Go SNG. Go SNG. Go SNG. Go SNG. Ana endi ekranga yaqin o'tirib olinglar, chunki vlogimizni eng asosiy joyini boshlaymiz. O'ylab ko'ringlar, o'zi PUBG Mobile hayotda qanaqa qilib o'ynaladi? O'zimga o'xshagan odamlarni qanaqa qilib o'ldiraman? O'q otganimda odamga borib tegsa, uni joni qanaqa qilib ketadi? Mana shu narsa haqida hozir men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Razraботчиклар jon sistemasini 3 ta sharik ko'rinishida o'ylab topishibdi. Agar qanaqadir Viktor Bosh yo'linglardan chiqib shariklarni yorib tashlaydigan bo'lsa, bo'ldi, sizlar uchun o'yin tugadi, sizlar o'ldinglar. Shariklar bo'lsa xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. O'yinni birinchi fazasi boshlandi. Birinchi qiladigan vazifamiz faqat loot qidirishdan iborat. Aslida o'yin qoidasi bo'yicha birinchi o'rinda bizni samolyotdan uloqtirishlari kerak edi. Biz parashyutda sakrab orolga uchib borishimiz kerak edi. PUBG Mobile bizni xavfsizligimizni o'ylab parashyutdan sakrashni bekor qilishdi va uni o'rniga komandalarni metro kartasiga o'xshatib, lokatsiyada paydo bo'ladigan qilib qo'yishibdi. Esinglarda bo'lsa, lokatsiyalarni hamma komandalar random tarzda sahnaga chiqib o'zlariga yoqqan joyi belgilashgan edi. Orqaga sanash boshlandi, o'yinga start berildi. Hammamiz ehtiyotlik bilan loot qilib oldik. Ana endi taktika tuzamiz. O'yinni asosiy sharti birinchi etapdan ikkinchi etapga o'tishimiz uchun bizga znachok kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa znachok bizni komandamiz kapitanida ham bor. Ikkinchi znachokka bo'lsa, dushmanlarning kapitanini o'ldirib, ulardan tortib olishimiz kerak. Albatta himoyalanishni esdan chiqarmagan holatda. O'yinni muhokama qilib turganimizda biza olmoqchi bo'lgan spotni Aboflah komandasi уже olibdi. Uni biz ko'rganimizdan keyin to'rttalashib komanda bo'lib ularga ataka qilishni boshladik. Ну, вы меня не убили.
Yopilib ketishimizga sal qoldi. U yoq tarafda bo'lsa Artyom xursand o'ynab yotibdi. Nimaga desanglar, biz ko'k zonani ichida turibmiz. Ko'k zonani ichida sizlar xohlagan ishlarni qilsanglar bo'ladi, faqatgina odam o'ldira olmaysizlar. Birinchi qoida bo'yicha ko'k zonani taymeri bor edi. Agar u taymer tugab qolib sizlar ko'k zonani tark etmagan bo'lsanglar, sizlarning komandalar polностью yopilib ketadi degan sharti bor edi. Lekin razraботchilar qoidalarni o'zgartirib tashlashdi. Juda ham ko'p otishdik. Hammamizni jonimiz ko'rinarli darajada juda ham kam qolgandan keyin biz taktikamizni krisali taktikasiga o'zgartirdik. Bor, nimaga turibsan? Qalay ko'rinmayapmanmi? Не, постойте. Oh, my teammate. Yiqilib tushib bitta jonimni ketkizdim. Zufarmax bo'lsa asabidan orujalarini otib yordi. Chunki bitta unda emas, ko'pchilikning orujalari umuman ishlamadi, o'q otmadi. Undan keyin bo'lsa hech qaysimiz kutmagan ish bo'ldi. Komandamiz kapitani bilmasdan ko'k zonadan santimetr chiqib ketibdi. Dushmanlar poylab turishgan ekan, bilmagan paytimiz otib tashashdi. Блузов! Хасан, ты мертвый? Здесь как не охраняли? Почему вы стояли? Они там пришли, Брат, я блядь! мертвый, я сказал тебе. Zonani chiziqlari qiyshiq chizilganligi uchun bizga yana bir marta imkoniyat berishdi, lekin yana o'yinni boshlashimiz bilan bizani otib tashashdi. Блузов! This is Блузов! Короче, biz umuman qoidani tushunmadik. What the fuck is going on? This is Bluzov! I stayed here! What they are doing in the blue zone? Fuck you! Telling Bluzov shooting fuckers! Umuman kutmagan edik, что bizni komanda shunchaki bilmay qolib o'yinni tugatishimizni. Keyinchalik razraботchilar o'yinni to'xtatishdi, chunki bunga juda ko'p sabablar kelib chiqdi. Kimlardir o'yinning qoidalariga umuman hali ham tushunib yetmagan, kimlarnidir shariklari shunchaki shamoldan uchib ketyapti, kimdirlarniki bo'lsa o'zidan o'zi quyoshdan yorilishni boshladi. Hamma bo'lib o'tgan narsalardan keyin razraботchilar o'yinga qayta start beradigan bo'lishdi. Lekin men shu orada qo'lim qichib, alamimni olish uchun boyaga qizni sharigini yordim. Arab bolani sharigiga ham paprikolo otdim, u ham yorilib ketdi. Sorry, bro. I'm gonna kill your ass again. Oh my god, in the game we'll see. Cut. Ana endi taktikamizni ikkinchi qismi boshlandi. Qarasak, ko'pchilik komandalar birlashib teammate bo'lib olishibdi. Keyin biz ham komanda qidirishga tushdik va Star kapitanni komandasi bilan bitta klan bo'ldik. Undan keyin klanimizga yana bitta Pokiston komandasini qo'shib oldik. Super. Endi bizani druzyalarimiz juda ham ko'p. Qarabsizlarki, endi biz unchalik ham slabay komanda emasmiz. Bundan oldingi o'yinda o'lib ketganimiz va bizga 3-marta shans berilayotgani hisobga olib, bizani qizil zinachogimizni olib qo'yishdi. Endi biz keyingi etapga o'tishimiz uchun ikkita zinachog olishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingi etapga o'tish umuman nevozможно bo'lgani uchun biz Lizalarning komandasiga shunchaki yordam berishga qaror qildik. Давайте! Хасан, orqaga Hasan! Hasan! Let's go fuck them! Fuck you! Come on! Whoa, I'm flame! Whoa, you have not flame! Take one! Yes! Хорош! Wow! Come on! Ноги болят. А? Где болит?
Stage 1 has ended, and you guys have only one spark. Unfortunately, you guys are eliminated. Phil, go, go. Go, go. Go, go, CIS. Okay, go! 2 times, okay? Okay, let's go. Go, go, CIS! Go, go, CIS! Xafa bo'ldim yutqizib qo'yganimga, to'g'risi. Oxirgacha o'ynamoqchi edim, lekin muhimi Lizalarning komandasi yutdi. Я выгляжу как грязная собака. Yeah. Домой, ребята, короче, домой едем. Menimcha hozir uyga boramiz, otelga boramiz, kiyimlarni alishtiramiz, keyin plyajga boramiz, okeanga. Короче, o'rtoqlar, pastda hamma cho'milyapti, ko'rishinglar mumkin. Basseynlarda maza qilib cho'milishyapti. Lekin biz plyajga ketamiz. Voy. О, я видел в ТикТоке вот это место. Короче, с скутера там подошел один чел. Itmi shu? Да, Mashina вот itmi? это. Давайте вот это, да, на скутерах поснимем. Ой. Блин, мы пришли. Sal ko'taring, pardon. Вот Ура стоит. Plyajga ketyapmiz. Ure! Chiroyliligini, bu yoqlarni. Guys. Во! Парашют, смотри. Погнали, погнали. Мы едем обратно, бро. Обратно? Да. Зачем? Это потому что это не то место. А, это не то место. Запах вот это океана, да? Хасан, я тебе говорил, блин, давай как все нормальные люди, вон, на будку упадем. Ты нет? От края сыграем. Пошли. Погнали. Mana bu yulduzchalarni qaranglar. Hamma joyda yulduzcha bo'lib yotibdi, boru. Qo'rqonman suvga tushishga. Yulduzcha, yulduzcha. Плавает вот звездочки. Патрики. Короче, o'rtoqlar, restoranga keldik. Вообще такой chiroyli restoranga hozir turib qo'yishgan qarang. Короче, o'rtoqlar, mana 4-kun ham boshlandi. Hozir biz zavtrak qilgani tushdik. Kecha syomka ololmadim ko'p joylar, chunki odamlar juda ham charchadi, ko'p ish qilgan edik. Holi yo'q edi, mana zo'rg'a uxlab turdik. Bugun вообще ko'p uxlab oldik. Soat 9da turamiz. 9da emas, 8da turamiz, 8:30da. Mana zavtrak qilgani tushdik hozir. Короче, vaqt borligida plyajga tushib olishimiz kerak syomkadan oldin. O'shanga mana bir pasda kiyim oldim. Mana vaqt borligida cho'milib kontent olamiz. Plyajga keldik. Ketib suvga tushamiz. Telefonga qo'rqonmanda suv kirib ketishiga qancha suv o'tmaydi-yu. Menimcha o'sha ko'p narsa tugadi. Lekin hali syomka qiladigan narsamiz ko'p ekan. Bugun menimcha kechgacha syomka bo'ladi. Go! Fight! Давай. Voy, Viktor. Alloh qilgan Viktor. Hamma komandalarni bitta qilib rasmga olishdi. Biz ham rasmga tushamiz hozir. Okay, next team. Летим, много
Understood. Okay, stand by. One, action. Esiz shuncha narsani уже yig'ishtirishyapti, chunki shou tugadi. Menimcha bu yog'iga otelga boramiz и ertalab uchib ketamiz. Ну, тигр зашел по укусит, конечно же, нужно быстро бегать. Все, тигр съел. Okeanga to'ymagan, plyajni ko'rmaganlar yana qaytib keldik biz plyajga. O'rtoqlar, mana buni qaranglar. Buni qaranglar. Hozir plyajda suvni o'chirib qo'yishibdi, ketib qopti. Buni qaranglar, vulqon. Agar uyg'onib ketsa bormi, vulqon otilib ketadi. Tasavvur qilinglar, vulqon uchib chiqyapti o'sha yerdan. Kamera Vovo. 1, 2, 3. Smell, smell, smell. Smell, smell. Когда выбираем вот этот пункт выявления. Apa? Почему вы именно выбрали такой пункт выявления? Да. O'rtoqlar, intervyular ham tugadi, olishdi. Hozir yopilish marosimi bo'lar ekan. Orqada nimadir qilishyapti, borib tuzatib tashlabdi, qaranglar. Nima bo'lyapti bu yerda? Что тут происходит? Ketdi. Götten yemiş mi? Belki de götten yemiştir. Jinnilik qilamiz. Gel hadi. Gel İyi. arkama saklan gel. Qabul. Ama silah doğrultup duruyor. Bak sinirlerim bozuldu. Gel lan Patroni bor ichida, o'qi bor. gel. Boş kız boş. Boşuna doldu. Bor ichida bor. Mana, смотри, qara ichiga. Şeytan doldurmuş. Man. Ot. Ha, sık ona sen. Ot. Açmadım da açıyorum ya. O ne lan? Yo'qmi? Niye oğlum ne yapacaksın? Yo'q. Bener, Bang lu ditembak lu. Oh, no. Thank you. Italy. Bon appetit. Yeah, bon appetit. Bon appetit. Oh, Cheers. Cheers. Dek. Okay? thank you. Welcome to Indonesia, Bali, bro. Thank I'm you, from bro. here, Okay? Thank you. Bon appetit. Pizza berishdi. Sorry. No brasileiro. Let's go. Sorry. Free Fire? Free Fire. No, PUBG. Qo'lingni ko'tar. No. FIFA. PUBG zo'r, PUBG best. No. PUBG Free Fire best. Otaman. PUBG Mobile. Otaman. Free Fire best. Что ты делаешь? You wanna shoot me? Да. PUBG. Пару слов. Kapitanga mazza bor. Shuncha qiz bilan bitta komandada. So warriors, have any comment about that? Do you have anything to say to the other ladies warriors maybe? Volume up. Они не понимают, они прыгают.
these 2 medals, and for that, thank you all very much. Good job, bro. Good job. He's my brother. He's my friend, brother. Yes. Yeah. Size teşekkür ediyorum. Daha iyisi olamazdı. Yomg'ir yog'aradi, tezroq yoqinglar. Below what I. It's a fire. Все закрыли, да? Mani qiz hal qochmayapti-da boru. Chiroyli olardim kameraga. Bo'ldi o'rtoqlar, короче, videoni tugatamiz shu joyda. Endi bu yoqqa uyga ketamiz, chemodan yig'ishtiramiz, samolyotda go home, короче. Mana o'rtoqlar, atilgan kelib oldik. Hamma joy qizarib yotibdi. Quyoshdan kuyib ketganmiz. Tak, bugun bizani ko'chada ko'rgan bo'lsanglar, yomg'ir quyib yordi o'ta, lekin unaqa sovuq emas ham. Tak, nima qilamiz? Bugun hamma narsani yig'ishtirib, endi chemodanlarni taxlab, ertalab uchib ketamiz. Anu ketgisi kelmayapti odami bor-ku, shunaqa. Qancha endi ketish kerak. Hali ko'p boradigan joyimiz bo'ladi. Bitta emas, bunisi oxiri ham emas, har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Tak что, men sizlar bilan xayrlashaman, narsalarimni yig'ishtiraman, chemodanlarimni tayyorlashim kerak. Hammanglarga kattakon rahmat. Приближение работает. Uyga ketamiz o'rtoqlar. Bizani vloglarimiz tugadi, kontentimiz tugadi, endi faqat uyga ketamiz. Juma nima bu? Anaqa istagan ekan. Mana aeroport o'rtoqlar. No, sorry. Mana. Balini duty free'gacha kirib keldik. Pasport kontroldan o'tib oldik. Bu yoqqa easy Kuala Lumpurga uchsak bo'ldi. Wow. Ketdi. Nimadir sotib olamiz. Короче, mana aeroportdan shuncha suvenir oldim o'rtoqlar. Где-то bir 15 tacha brelok. Bu yerda yana shuncha narsa bor ekan. Yana olaymikin, olmaymikin nomman. Olib ketaman yana. Bu yoqda ichishga sendvich oldik, yeyishga Sprite oldik. Короче, shu bilan bizani Indoneziyaga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu yoqda kichkina samolyotga chiqdik, joyimizga o'tirib oldik. Birinchi o'rinda Kuala Lumpurga qarab uchib ketdik. Короче, o'rtoqlar, mana Kuala Lumpurga qo'ndik. Fastim hozir bizani qiladigan ishimiz tezgina borib, sirazi ikkinchi samolyotga o'tirishimiz kerak, chunki umuman vaqt yo'q video olishga. O'shuning uchun faqat mana shu tozda ko'rsataman qo'nganimizni. Uje u yoqda paydo bo'lamiz.
Kuala-Lumpur aeroportida rosa uzoq yurdik, yana bitta samolyotga o'tirdik, o'sha samolyotdan O'zbekistonga qarab uchdik. Общий yana bir 15 soatlar uchdik uygacha. Shu bilan bizning Indoneziyaga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalarga rahmat, kattakon oxirigacha ko'rganinglar uchun. PUBG Mobile'ga ham kattakon rahmat, bizani shuncha hurmat qilib, content makerlarni, streamerlarni o'ylab shuncha narsa qilib berishyapti. Albatta sizlar ham streamer bo'linglar, PUBG content qilinglar, balki sizlarda ham o'xshab qolar. Albatta sizlar ham mana shunaqa joylarga chaqirilasizlar, xudo xolasa. Yana bir marta eslatib qo'yaman, ushbu video tagida kommentariy yozish esingizdan chiqmasin, chunki bundan keyingi videoda men 3 ta randomli odamga Royal Pass sovg'a qilaman deb aytgan edim. Hozir o'zida kommentariy yozib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Thank you, PUBG Mobile!